Endikilik şeyimizge dikkat kılın, hürmetli vatandaşım, yukarıda sözüldük. Endikilik şey, menimse en mühimlik şey dep qarayman. Çünkü bunun mavzusu, mazmunu intayın mühim. Naiti inçke oturup koyulgan bir siyaset, Amerika Devlet Meclis tarafından oturup koyulgan bir kanun layıhı. Siz bunu tefsili tədqiq qılıp, çonqur təhlil qilishiniz mümkün. Amerika əməldarları bilen Tayvan əməldarlarının öz ara beriş geliş qilishini çekleşini eçib etiş doğrusudaki kanunlayı Amerika Qoşmuş Ştatları Devlet Meclis Kengeş Palatası da oturğa koyuldu. Mavzulu xabar 9. ayının 28. günü Amerika Ovazı'nın Xitay Til programı ilan qılındı xabar. Mundaq başlandı. Washington Amerika Qoşmuş Ştatları Florida ştatıdan Kengeş Palatası'nın azası Marco Rubio haftanın birinci günü Kengeş Palatası da barcha chekdash kuchiga ega Tayvan bir parça chekdash kuchiga ega Tayvan sayohat qonuniy loyihasini o'ttirg'a qo'yib, Amerika bilan Tayvan o'ttirisidagi barliq daraja va qatlamliq amaldorlarning o'zaro qarshi tarafni ziyorat qilishiga, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining va Tayvan prezidentining o'zaro ziyorat qilishiga ilhomlantirishni maqsad qildi. Diqqat vatandaşım. Bu kanun layıhı Avam Palatası'daki bir neçe nefer parlament azaları, mesela Steve Chabot ve Brad Sherman, Katarlık anadikin Ted Poe, Katarlık Devlet Meclisi azaları birlikte oturup koygan kanun layıhı bulup kaldı. 9. ayının 16. gün oxşaş layıhı oturup koygandan keyin bugün Amerika Devlet Meclisi Avam Palatası 9. ayının 16. gün oxşaş layıhını oturup koygandan keyin bugün Amerika Devlet Meclisi Kengeş Palatası Tayvan sepi yani şunun oxşaş kanun layıhını oturup koydu. Kengeş Palatası Tayvan sepinin ortak reisi James N. Hope bu kanun layıhını ortak oturup koygan kişidir. Bu kanun layıhı 9. ayının 16. günü Avam Palatası'da oturup koyuldu. Bu katım bu kanun layıhı Amerika Devlet Meclisi'nin Kengeş Palatası oturup koyuldu. Marco Rubio bayanatı da mındak görsetti. Növbette Amerika Qo'shma Shtatlarida Tayvanning yuqori qatlam amaldorlarining Amerikani ziyorat qilishi ve Amerikada yuqori qatlam amaldorlarning Tayvanni ziyorat qilishiga chek qo'yaqliq. Yani cheklangandek. Amerika devlet rehberleri ve başka katlam rehberlerinin Tayvan'ı ziyaret kılışıga, Tayvan'ın başka rehberlerinin ve devletlerlik rehberlerinin Amerika'nı ziyaret kılışıga Amerika'da çek koyaqlıq deydi. Men oturup koygan kanun layıhı iki taraf yukarı derecelik emeldarlarının özara ziyaret kılışıp Tayvan Amerika münasebetini texemi çonqurlaştırışıga ilham birişten ibaret kanun layıhıdır. Ve oturup koygan kanun layıhı Tayvan'ın her derecelik rehberlerinin Amerika'nı ziyaret kılışıga, Amerika'nın her derecelik rehberlerinin Tayvan'ı ziyaret kılışıga, oturdaki çek neli bitişke, çek koymay belki ilham beradigan kanun layıhıdır. Bu yıl Amerika'da prezident sayılımı rekabetigi Cumhuriyetçiler Partisi tarafından katnaşkan Marco Rubio mundaq görsetti. Men yakında 6. ayda Florida ştatıdan uçup ötken Tayvan'ın prezidenti Tsai Ing-wen hanım bilen görüşkende onun mundaq dedim. Amerika Tayvan'ı kollaştı çıng turdu. Men Tsai Ing-wen hanımı mundaq dedim deydi Marco Rubio, Devlet Meclisi azası. Amerika Tayvan'ı kollaştı çıng turdu. Tayvan uzundan beri Amerika'nın yaxşı dostu bulup geldi. Şundaqla Amerika bilen en mühim hemkarlaşmışıdır. Tayvan Amerika bilen en mühim hemkarlaşmışıdır. Rayon karakterlik teraqqiyat menfaatlerden Amerika bilen Tayvan ortak bəhrəmən buludur. Marco Rubio mundaq görsetti. Cungu'nun besimi tüpeyli Tayvan Xalqara Aviasiya Klubu'nun yıllık yığınıga çakırıq tapşırıp alalmadı. Bu yığın Kanada'da açıldı, hürmetlik vatandaşım.
Kanada'nın başlı devlet başlığı prezidenti bilen Cungo'nun Li Keqiang'ın oturda beriş kilişleri, soğuk salamları, keldi kettilerine ait kızıp ketken bir peytlerde Halkara Aviasiya Klubu'nun yığını Kanada'da açıldı. Şunun bilen Li Keqiang kandak muvaffakiyet gelişti, Kanada Tayvan'a çakırık evetmedi. Çakırık tapşırıp alalmadı. Beijing Tayvan'ı yetim kaldırmakçı, bozak etmekçi bolğanlıqdan biz ötmüştiki her kandak bir vaqtqa seliştirganda Amerika bilen Tayvan o'ttirishidagi mustahkam iqtisod munosabatlarini, madaniyat va harbiy ishlar munosabatlarini texmo ilgari surishimiz texmo muhimdir deb ko'rsat. Texmo ilgari surishimiz kerak. Shundaqla bunda ilgari surish texmo muhimdir. Endiki abzasga diqqat qiling vatandoshim. Tayvan sayli sayohat qonuni, bu qatim o'ttirib qo'yilgan qonun loyiha, cheklash kuchiga qonun loyihaning moddalari Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Amerika Tayvan o'ttirisida barliq yuqori darajalik rahbariy qatlamlar bo'yicha o'zaro ziyorat qilishni, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari ma'muriy organlar hukumat kabineti a'zolarining Tayvanni ziyorat qilishiga yo'l qo'yib qolmasdan, balki Tayvan yuqori darajalik amaldorlarining qadr qimmatlik mehmon sifatida va hurmat qilingan ahvol ostida Amerikani ziyorat qilishga bu qonun loyihasida yo'l qo'yildi. Yani şundaqla Tayvan sayli sayohat qonunida Tayvanning Amerika turishliq iqtisod vakolat o'rni amaldorlarining yana boshqa Tayvanning aloqador organlari xodimlarining Amerikada jamoat ishlari bilan shug'ullanishi, cümleden Amerika Devlet Meclisi a'zolari bilan ko'rishish, federatsiyalik shtatlik hukumat amaldorlari bilan bordi keldi qilishga ruxsat qilishni o'z ichiga oldi. Amerikada faoliyat qilayotgan Tayvanliklar tashkiloti ommaviy ishlar Xuyang Chinjingli mundaq ko'rsatdi. Kengash palata a'zosi Marco Rubio'ning qonuniy loyihasi o'tirib qo'yilishi Amerika Davlat Majlisi Kengash palatasining Amerika bilan Tayvanning navbatdagi qo'sh taraflik uchrashishi va almashtirish shakllik munosabatlarning allaqachon vaqti o'tganligi to'g'risida muhim signal tarqatganligidir. Mana ma gap qoltishgani qarab turing. Kengash palata a'zosi Marco Rubio'ning qonun loyiha o'tirib qo'yishi Kengash palatasida Amerika Davlat Majlisi Kengash palatasining Amerika bilan Tayvanning navbatdagi qo'sh taraflik uchrashish va almashtirish shakllik munosabatlarining allaqachon vaqti o'tganligi to'g'risida muhim signal tarqatganligidir. Demak, hozirgi Tayvan Amerika munosabati, qo'sh taraflik munosabatlarning endi vaqti o'tdi deganligi mushu qonun loyihaning signali bo'lib qoldi deydi. Demak, Amerika bilan Tayvan o'rtasida boshqacha munosabat tiklash kerak. Yuqorida aytgandek, davlat rahbarlarining o'zaro ziyorat qilishdan iborat bir yo'lni tiklash kerak deydi. Navbatdagi aloqalish shakllari rayonning muqimligi, tinchligiga foydasiz. Agar Amerika Qo'shma Shtatlari rayon xarakterlik demokratiyani kuchaytirmoqchi bo'ladi ekan, undaqda allaqachon demokratiyalashgan davlat Tayvanni aktiv qo'llash kerak. Shu qatorda Ikkinchi dunyo urushi oxirlashib, Iroq Sharq strategiyasi bo'yicha bir taraf qilib etilgan Uyg'ur Sharq Turkiston davlatining e'tirof qilishi Amerika Qo'shma Shtatlari o'xshashla e'tirof qilish kerak. Bu yerda hech qanday gumon qilish so'z yo'q. Chinjingni yana bundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari bu davlatning tuprog'ida faqat Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati kimning Washingtonni ziyorat qilishini belgilaydi. Chinjing deydi bu davlat Amerikaning. Amerika bu davlat. Mushu tuproqda Washingtonni kim ziyorat qiladi? Buni Amerika belgilaydi, Amerika hukumati belgilaydi. Ikkinchi birisining belgilash huquqi yo'q. Bo'libmi Beijingning kim Washingtonga keladi, kim kelmaydi deb belgilab berish huquqi yo'q deydi Chinjing efendi. Biz shuni ko'rib olamizki, bu Marco Rubio efendi o'ttirib qo'ygan bu qonun loyiha ayni chog'da 9-oyning 16-kuni Avam palatasiga qo'yilgan, bu qatim Kengash palatasiga qo'yildi. Prezident Obamaning bu qonun loyihaga imzo qo'yib berishini umid qilamiz.